Hello hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Sherbaxam. Bugungi videomizni ko'rib turganimizdan katta xursandmiz. Bugungi videomiz noodatiy tarzda bo'ladi do'stlar. Bu videomizda ekranlaringizga chiqqan videomizda bir kommentariya kelib tushdi. Ya'ni bo'ri Xan degan obunachimiz yozib qoldiribdi. Men haqimda 20 ta fakt qiling. Bitta Matiz sizga Rus mobilda podarka qilaman degan ekan. Qani endi 20 ta fakt. Go. Bo'ri yigitining asl ismi Og'abek. Familiyasi Qambarov. Tug'ilgan yili 2010-yilda tug'ilgan. Birinchi telefonni 7 yoshida olgan. Hozirda u 7-sinfda o'qiydi. Uning o'yinlariniki Bo'ri yigiti. Bo'ri yigitining kanalida 33 ta obunachisi bor. Bo'ri yigitining kanali 2023-yil 20-fevralda ochilgan. Bo'ri yigiti birinchi videosi 5 ta like, 48 ta tomoshabin 15 oktyabr kuni joylagan. Bo'ri yigiti hozir o'ynaydigan telefon nomi Samsung Tab 8 plansheti bor. Bo'ri yigiti meni ikkinchi serverga taklif qilgan. Bo'ri yigiti Real Madrid futbol klubiga muxlislik qiladi. Bo'ri yigiti o'z videosida Xan semiyasini obzor qilgan. Bo'ri yigiti Xan Family Telegram kanaliga obuna bo'ldi. Bo'ri yigiti Xan Family Telegram kanaliga 15-sentyabr kuni a'zo bo'lgan. Bo'ri yigitining Xan Familyda Abu Xan degan ukasi ham bor. Bo'ri yigitining ukasi o'yinda 6-level. Bo'ri yigitining o'zining akkaunti 9-level hisoblanadi. Bo'ri yigiti Xan Family semiyasini obzor qilayotganda Boris so'kingan va admin tomonidan mod olgan. Bo'ri yigiti Rus mobil o'yinidan boshqa DLS o'yinini ham o'ynaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa hammaga xayr do'stlar. Videomizga like bosing, obuna bo'ling do'stlar. Bo'ri yigiti kanaliga ham obuna bo'lishni unutmang. Opsiyada Bo'ri yigiti kanaliga silka bo'ladi. Hammaga xayr.